Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulaziz va bugungi videomizda Minecraftda suvni ustida uy quramiz do'stlar. Ya'ni bu topshiriqni menga obunachilarimiz berdi. Ya'ni birinchi videomning kommentariyasida bir obunachimiz suvda uy quring deb yozibdi, suvni tubida. Faqat suvni tubida uy qurib bo'lmaydi. Shuning uchun suvni ustida quramiz do'stlar. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'sh. Bundoq qilamiz, bo'ldi. Xo'sh, mana shu suvda uy quramiz do'stlar. Faqat bu yer sal chuqur emas ekan do'stlar. Mana shu yerda qursak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana shu yerdan uy quramiz do'stlar. Xo'p, buning uchun biz hozir qanaqa taxta kerak bo'ladi? Mana shunaqa oq taxta. Keyin temir kerak bo'ladi. Xo'sh, keyin oynalar hozircha kerak emas. Temir eshik albatta. Keyin bizga hozir tugma kerak bo'ladi, plita. Bu qayerda bo'lishi mumkin endi? Bu yerdan. Xo'sh. Qayerda bo'lishi mumkin? Hozir topamiz do'stlar. Mana temirlardan olamiz do'stlar. Bo'ldi. Yana bir blok olamiz do'stlar. Qanaqa blok? Mana shunaqa blok olamiz. Bo'ldi. Xo'sh, do'stlar, boshlanishini temirdan qilamiz. Hop, ketdik. Shundoq. Xo'sh, tezroq qilamiz. Xo'sh, shunaqa. Bo'ldi. Endi bu yerdan 1 2 3 4 5 6 yetadi. Bo'ldi. Endi bu yoqiga ham 6 ta. Ya'ni hamma tomonni 6 ta qilib chiqamiz. 2 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta. Bo'ldi. Bu yoqiga ham 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta. 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta. Bu yoqiga 12 ta qilamiz. Bundan olib kelamiz. Bo'ldi. Endi polini bunaqa taxtadan qilib chiqamiz. Oq taxtadan. Mana qilib chiqamiz. Xo'sh do'stlar, agarda mana shu videoni tagida 20 ta like kelsa, biz bu uyni ikkinchi etajini ham quramiz do'stlar. Xo'sh, hozir polani qurib olaylik. Mana bo'ldi. Bo'ldi. Va bo'ldi. Mana do'stlar, poli bo'ldi. Endi ustunlarini qilib chiqamiz. 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta. 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta bo'ldi. Birlashtiramiz. Bo'ldi. Endi bu yoqiga ham xuddi shunaqa qilamiz. 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta bo'ldi. Xo'sh, buni ulamiz. Bo'ldi. Endi bu yoqqa ham 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta. Xo'sh, mana qurib chiqamiz. Xo'sh. Mana endi devorlarini bitirishimiz kerak. Endi bizga oyna olamiz. Qanaqa oyna olsak bo'ladi? Oddiygina oyna olib qo'yib yuboramiz do'stlar. Bo'ldi. Endi devorlarini ikkita bittadan qo'ysak
3tali oyna bo'lar ekan. Bo'ldi, mana shu yerga 3tali oyna qilamiz. Bularni olamiz. Hop, bunaqa. Buni bu yerga qo'yamiz. Bularni bo'ldi. Xo'sh, bu yoqqa mana. Mana bu yerning oynasi bo'ldi. Endi bu yoqqa ham xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Xo'sh, mana. Bo'ldi. Endi oynalarni ham qurib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Obunachilarimiz borgan sari ko'payyapti. Bunga kattakon rahmat. Yana shu yo'nalishda davom etamiz. Xo'sh, endi bu yerni devorni qurib chiqamiz. Bu yerga 2tali eshik bo'ladi. Mana. Mana shunaqa 2tali eshik bo'ladi. Xo'sh, bu yoqqa qo'yamiz. Mana. Bu yerga bo'ldi. Mana. Bu yer bo'ldi. Endi plita qo'yamiz. Bu yerga qo'ymaydi. Mana. O'zi avtomatik ochilib yopiladigan qilib qo'ydik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta qilsak, bu yerga 4tali oyna qilar ekan. Bo'ldi. Mana bu yerga 4tali oyna qilamiz. Bo'ldi. Xo'sh, mana qurib chiqamiz. Xo'sh, mana mikrofon chiqib qoldi do'stlar, uzr. Xo'sh, bu yoqqa ham 2ta, 3ta, 4ta, 5tali oyna bo'ldi. Tamam. Bitta juda ham katta oyna qilamiz. Xo'p, mana bunday qilamiz. Xo'sh, endi tomini qanaqa stilda yopishni men bilaman. Bunaqa oyna bor. Bu hamma yo'qni qora qilib chiqadi do'stlar. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozir mana oynalarni qurib chiqaman. Xo'sh, mana bu oyna yangi versiyalarda qo'shilgan do'stlar. Minecraftning yangi versiyalarida qo'shilgan. Aytgancha do'stlar, men bu Minecraftni qanaqa qilib yuklab olishni ham aytaman do'stlar. Xo'sh, tomini bitirib olamiz. Bo'ldi. Endi bu yerga yotoqlar va ichini bezaymiz do'stlar. Hop, bittan hozir qizil yotoq olamiz. Bo'ldi. Hozir bir uxlab olamiz, keyin ichkarisini tuzamiz. Do'stlar, agarda obunachilarimiz 150 ta bo'lsa, mana shu Minecraftni qanaqa qilib pulsiz o'rnatib olishni, telefoningizga ko'chirib olishni sizlarga o'rgataman. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xo'sh, bu yerga 2tali kravat qilamiz. Keyin bu yerga sandiq qo'yishimiz kerak. Oddiy sandiq qilamiz. Bu yerga 2ta sandiq va pechka qo'yamiz do'stlar. 2ta pechka. Bu yerga yetadi. Xo'p. Hozir bu yerga kitoblarni qo'yib chiqamiz, kitobchavorlarni. Mana bunaqa kitobchavorlar olamiz. Bu yerga qo'yib chiqamiz. Mana oynalarni yopmaymiz do'stlar, chunki qorong'u bo'lib qoladi. Bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Chunki chiroyli dekoratsiya bo'ladi. Mana. Xo'sh, mana.
Buni olamiz, bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi. Uyimiz chiroyli bo'ldi. Endi bu yerlarga chiroq qo'yishimiz kerak, chunki kechqurun juda ham qorong'i bo'lib ketmasligi uchun mana shunaqa chiroq qo'yib qo'yamiz va ustiga dastakdan ham qo'yib qo'yamiz. Dastak qani? Mana shu dastakni qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Xo'sh, endi bu yerga bizlar sandiq qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu sandiqda endi bizda juda ham ko'p boyliklarimiz turadi. Mana ikkita va ikkita bo'ldi. Mana shu uchala sandiqda bizni boyliklarimiz turadi. Hozir hammasini yo'qotib turamiz. Xo'sh, endi bizga hamma boyliklarimizni olamiz. Ya'ni bu yerdan hozir olmos, oltin va izimrud, temir va nezirit olamiz va hamma sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mana bu yoqqa. Mana bu sandiq bo'ldi. Ana endi shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. Bundan olamiz. Bo'ldi. Endi bu sandiqga qo'yamiz. Bo'ldi. Mana. Endi bu yerga qo'yamiz. Olmos, oltin, izimrud, temir va nezirit. Bo'ldi. Hammasini qo'yib qo'yamiz. Mana. Oldi. Xo'sh, endi biz portal quramiz. Portal qurish uchun esa bizda hozir obsidian kerak. Obsidianni bu yerdan olamiz va xo'sh, endi bu portalni qayerga qursak bo'ladi? Masjidga quramiz. Ikkita bo'ldi. Xo'sh, bularni olishga to'g'ri keladi. Bu yerda 100% olmaydi, shuning uchun hozir bunaqa qilamiz. Bunaqa. Mana. Va portalni yoqamiz va hozir endi buzilgan joylarni kuzatib qo'yamiz do'stlar. Hop. Hozir tashqariga chiqamiz. Xo'p, hamma joyini yopdik. Endi bizga hozir bitta temir kerak. Mana. Do'stlar. Xo'sh. Hozir bu yerga narsalar qo'yib chiqamiz hozir. Mana. Endi menga hozir boshqacha ideya kelib qoldi. Mashaqqat tushib ketmaslik uchun to'siqchalar qo'yib chiqamiz hozir. Ya'ni eng oqidan mana. Oq tarafdan bo'lgandan mana to'siqlar qurib qo'yamiz do'stlar. Mana. Bo'ldi. Bu bizning mana uyimiz tayyor bo'ldi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar. Agarda video yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana ko'rdingiz, uyimizni qurdik. 20 ta like bo'lsa, buni ikkinchi etajini ham quramiz. Agarda 150 ta obunachi bo'lsak, biz bu Minecraftning hozir eski hamma versiyasini qanaqa qilib pulsiz yuklab olishni ham o'rgataman do'stlar. Hammaga xayr do'stlar.